Saudiya xalqi 1514-yildan 1705-yillar orasida bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda qurilgan islomiy davlat bo'lib, Xotan, Qashqa, Kucha, Aqsu, Yarkand, Turpan, Qumul qatorliq bu shaharlarning hammasini o'zining territoriyasiga qo'shgan. Poytaxti Yarkand bo'lib, asosli xalqi Uyg'urlar edi. Bayrog'i bo'lsa 3 burchaklik nuqta ranglik bayroq bo'lib, ustiga La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh va shu davlatningki qurilgan tarixi yozilgan. Saudiya davlati Chag'atay avlodlari tomonidan qurilgan mustaqil davlat bo'lib, Chag'atay davlatining davri bo'lsa, bizning tariximizdagi madaniyat va iqtisod eng gullangan davrlar hisoblanadi. Bilganimizdek, Chingizxon o'lib ketishdan ilgari 4 o'g'li orasida o'zi hukmronlik qilgan zaminlarning hammasini bo'lib bergan. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston bo'lsa, Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chag'atayga taqsimlangan. Ya'ni Chag'atay xalqininki sharqiy qismi bo'lib, bizning vatanimiz Chag'atay xalqiga tava bo'lgan. Chag'atay avlodlari vaqtning o'tishiga ergashib, turklashgan, uyg'urlashgan. Tug'luq Timurxonning davri kelganda bo'lsa, islomni qabul qilib, rasmiy islom davlatiga aylangan. 1503-yil kelgan vaqtida Ahmad Xon taxtda o'ltirgan. Ahmad Xon vafot topgandan keyin har qaysi viloyatning valilari o'zaro ichki urushga petib qolgan. Qo'lida kuchi bor amirlar bo'lsa, o'zi kuchi yetgan yerlarning hammasini egallagan. Masalan, Xotan, Qashqa, Yarkandni Do'g'lat qabilasining amiri bo'lgan Mirza Abu Bakr egallagan. Turpanni bo'lsa Ahmad Xonning inisi Mansur Xon egallagan. Tangirtog'ning shimolidagi Yattisu va Issiqko'l atroflarini bo'lsa Said Xon egallagan. Lekin tag'isi Mansur Xon, ya'ni Said Xonning dadasi Ahmad Xonning inisi Mansur Xon Said Xon qarshi urush ochib, uning zimmilarining ko'p qismini egilib olgan. Bu vaqtda Said Xon sharq tarafda Mirza Abu Bakr, janub tarafda bo'lsa Mansur Xon, g'arb tarafda bo'lsa O'zbeklarning qo'rshav orasida qolgan. Said Xon bir amallarni qilib, bu qo'rshavdan qochib chiqib, Kobuldagi Nerva akisi Muhammad Boburning qishiga berib, shu yerda panohlangan. Said Xon akisi Muhammad Boburning qishida kuch to'plab o'zini o'ngshib olgandan keyin, milodiya 1514-yili 4700 kishilik qo'shin bilan Otushga kelgan. Va shundaqla Mirza Abu Bakrga urush ochgan. Mirza Abu Bakr uning qarshi qattiq mudofaa turgan. Lekin Mirza Abu Bakrningki qattiq siyosatiga tuyib ketgan xalqi va askarlari nihoyat osonla taslim bo'lgan. Mirza Abu Bakr bo'lsa Ladakh tarafga qochgan. Said Xonning askarlari uning keyinini qo'g'lab berib, uni Ladakda o'ldirib etgan. Mirza Abu Bakr o'ldirilgandan keyin Said Xon Yakan kirgan va milodiya 1514-yili 7-oyning 30-kuni xalq taxtiga o'ltirib, Yarkandda Saudiya davlatini qurgan. Yarkandni Saudiya davlatining poytaxti qilgan. Davlatning bayrog'ini 3 burchaklik nuqta ranglik bayroqqa o'zgartirib, ustiga La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozgan va shundaqla hijriya bo'yicha bu davlatningki qurish tarix kunini yozgan. Bundan biz Saudiya davlatiningki tipik islom davlati ekanligini ko'rib olamiz. Saudiya davlatida Chag'atay va Faris tili davlatning asosiy til sifatida qo'llanadi. Shundaqla madrasalarda 70% Faris tili asos til sifatida qo'llanadi. Saudiya davlati tavasiga Yattisu, Issiqko'l va 6 shaharlarning hammasi tava bo'ladi. Said Xonning nihoyat taqvodor, rahimdil kishi ekanligi bayon qilinadi. U taxtga chiqqandan keyin xalqdan 10 yil bojni kechirim qilib o'tgan va Mirza Abu Bakr xalqni to'plagan mollarning hammasini xalqqa taqib bergan. Hatto o'ziga urush ochgan tag'isi Mansur Xonni kechirim qilgan, uningga yaxshilik qilgan. Oxirida Mansur Xon uningga el bo'lib, o'zi egilib turayotgan zaminlarning hammasini Saudiya xalqiga qo'shgan. Natijada Saudiya xalqiga bizning vatanimizniki shimol taraflarini qo'shilib, shu davrdagi kuchli davlatlarniki birsiga aylangan. Sulton Said Xon bir-birlab qarshi kuch va isyonchilarning hammasini yo'q qilib, o'zining zaminini texnik kengaytirdi. Saudiya xalqining zamini Yattisu, Kashmir, To'qmoq va Tibet qadar suziladi. Bu davrda xalq shu darajada aminlik va bayashatlikqa to'ludiki, bir odam Qomuldan Badaxshonga bormoqchi bo'lsa, uydan hech qanday uzuq-turuq olmay öy mehmon bo'lib boralaydiganligi tilga olinadi. Sulton Said Xon Saudiya xalqining asosini ana shunday puxtalab zaminni kengaytib bo'lgandan keyin, Tibetga qo'shin tortib, u yana bo'ysundirib bo'lgandan keyin qaytish yo'lida kasal tegib 1533-yili 47 yoshida vafot topdi. Sulton Said Xonning jasadi Yarkandga elib kelinib, Oltin mozorga dafn qilinadi. Tarixi Rashidiyada Sulton Said Xonni shunday sifatlaydi. Sulton Said Xon bo'lsa rahimdil, shijoatlik, botur va odil podshoh edi. U she'r yozadi deb tilganadi. Sulton Said Xon vafot topgandan keyin uning o'rniga o'g'li Abdurashid Xon taxtga chiqdi. Abdurashid Xon taxtga chiqqandan keyin uning qarshi chiqqan isyonlarni bostirdi. Hokimiyaning asosiy tayinchisiga aylangan Do'g'lat qabilasining huquqini tartib olib, Do'g'lat amirlarining isyonlariga uzil-kesil xotim berdi. Uning qarshi isyon ko'targan tag'isi Mansur Xon qarshi qo'shin tortib, uni tinchitdi. Vaziyatni muqimlashtirib bo'lgandan keyin ichki va tashqi savdoni rivojlantirdi. Natijada xalq tavasida bir mahal tinch va bayashatliq hukm suriydi. Sulton Abdurashid Xon adabiyot va san'atga ahamiyat bergan. Uning davrida 12 muqom ratlangan. Sulton Abdurashid Xon xuddi Hazrat Umarga o'xshash puxrochi yasanib, xalqning orasiga cho'kib, ularning amaliy ahvolini o'z ko'zi bilan kuzatdi. U milodiya 1559-yili va 1560-yillar orasida Xotanga xalqcha yasanib berib, ularning ahvolini kuzatib qaytish safarida suiqasdga uchrab vafot bo'ldi.
Sultan Abdurashid xon 1560-yili vafot bo'lgandan keyin uning o'rniga o'g'li Abdulkarim xon chiqdi. Abdulkarim xonning davri Saidiya sultonligininki oltin davrininki davomi hisoblandi. Shundaqla Saidiya xonligida maydonga kelgan madaniyatlarning ko'p qismi mana shu Abdulkarim xon davrida maydonga kelgan. Sultan Abdulkarim xondan keyin Muhammad xondan keyin Shujoiddin Ahmad xondan keyin Abdullah xondan keyin Abdul Atib xondan keyin Muhammad Yusuf xondan keyin Abdullah xon taxtda o'tirdi. Abdullah xonning davrida, ya'ni 1653-yillarda G'arbiy Turkistondan ikki Akufka so'pi bizning vatanimizga kirdi. Bu Akufka so'pining ismi bo'lsa Muhammad Yusuf va Ishoq Valilullah. Bu ikki Akufka so'pi o'zlarini Muhammad alayhisolamning avlodlari deb e'lon qilib, kishilarning orasida sufizmni targ'ib qilishga boshlaydi va har ikkisi o'ziga xos shaklda murid to'plashga boshlaydi. Natijada bizning vatanimizdagi xalqimiz mana shu ikki so'pining atrofiga to'plashib, ikki qutbga ayriladi. Shundaqla bu ikki qutbdagi so'pilar birsi-birini o'ltirishni ibodat hisoblaydi. Natijada Muhammad Yusufni Ishoq Valiullahning muridlari o'ltirib o'tadi. Undan keyin Muhammad Yusufning o'rniga mashhur Hidoyatulloh xo'ja chiqadi. Hidoyatulloh xo'ja bo'lsa hammamiz biladigan Abaq xo'ja shu. Hidoyatulloh xo'ja dadasining o'rniga chiqqandan keyin Ishqiya mazhabini tarqatishga boshlaydi. Natijada nurg'unlagan muridlarni to'plab, kuchi xalqqa tahdid sag'udek, xalqqa besim ishlatgudek holatga keladi. 1668-yilga kelgan vaqtda Ahmad xon vafot etib, uning o'rniga Yo'lbaris xon chiqdi. Ba'zi kitoblarda Yo'lbars xon deb tillanadi. Yo'lbaris xon taxtga chiqqandan keyin Yo'lbaris xon xalq qarta nihoyat qattiq siyosat yurgizdi. Xalqqa zulm qiladi. Xalq uning zulmiga chidayolmay isyon ko'taradi. Natijada Yo'lbaris xon isyonchilar tarafidan o'ldiriladi. Yo'lbaris xon o'ldirilgandan keyin tog'asi, ya'ni dadasi Abdullah xonning inisi Ismoil xon taxtga chiqadi. Ismoil xonning davrida xalqning g'arbiy qismi bo'lgan Farg'ona va Toshkent oyilib chiqib oladi. Yana bir tarafdan Jo'ng'or qalmoqlari kuchlanib, Qo'mul, Turpan va Ili viloyatlarini besib oladi. Bu vaqtda xalq ichida biz yuqorida o'tganimizdek sufizmlikning ta'siri nihoyat kuchlanib ketgan. Xalq mana bu shundoq bo'linib chiqish, sirtqi dushmanning tahdid ostida qolgan vaqtida Hidoyatulloh xo'ja fursatni ching tutib, murtlar bilan xalq qarshi isyon ko'taradi. Natijada Yarkentni qo'lga tushiradi, Ismoil xonni asirga oladi, o'zini podshoh deb e'lon qiladi. Lekin uning bu hokimiyati 3-4 oy davomlashadi. Ya'ni Ismoil xonning o'g'li uning qarshi qo'shin tortib, uning hokimiyatini yıkıp taşlaydı. Hidoyatulloh xo'ja bo'lsa qechib Jo'ng'or xoni, ya'ni qalmoqlarning xonidan o'zining vataniga qarshi yordam so'raydi. Jo'ng'or xoni bo'lsa bizning vatanimizga uzundan bir ko'z tikayotgan edi. U fursatdan foydalanib 60 ming kishilik qo'shin bilan Hidoyatulloh xo'jani oldiga solib bizning vatanimizga qo'shin tortadi. Hidoyatulloh xo'janing yo'l boshlashi bilan 60 ming kishilik qo'shin bizning vatanimizdagi Saidiya xalqiga keng ko'lamli hujum qo'zg'aydi. Ichki jihatdan bo'lsa Hidoyatulloh xo'janing murtlari sirtqi dushmanga moslashadi. Ismoil xonning o'g'li Muhammad Amin xon bu tajovuzlarga qarshi shiddat bilan urush qiladi. Lekin oxirida mertlarcha shahid bo'ladi. Qalmoq qo'shini bo'lsa Hidoyatulloh xo'janing yo'l boshlashi bilan 1679-yili 165 yil hukm surgandan keyin Saidiya xalqi yiqiladi. Saidiya xalqi yiqilgandan keyin bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston Jo'ng'or xalqi, ya'ni Qalmoq xalqining istilosi ishg'oliyat ostida qoladi. Jo'ng'or xalqi Hidoyatulloh xo'jani qo'rchoq vali qilib o'zi xohlagancha bulang-talang qiladi. Mana bu davr xo'jalar davri bo'lib bizning tariximizdagi zulmlik davri hisoblandi. Chunki bu vaqtda eng yuqori mansabdan tortib eng tuvan mansabgacha so'pi ishan bengilarni qo'ygan edi. Shundaqla bu so'pilar bizning xalqimizni oq taqliq, qor taqliq deb ikkiga ayirib, bir-birini o'ldirishni ibodat hisoblaydigan mana bu shunday jaholatning ichiga so'rab akirgan edi. Bu sababdan Saidiya xalqida maydonga kelgan madaniyatlarning hammasi mana shu xo'jalar davrida cho'kkan, yo'qolgan. Va shundaqla xalq bo'lsa jaholatga va yo'qsizlikqa patgan. Bu qora qismat 1753-yili Jo'ng'or xalqining shahzodalari taxt olish urushiga kirishib qilib ozlashganda Menchin xalqi Jo'ng'or xalqini besib olish uchun harakat qilgan vaqtida Jahon xo'ja mustaqillik e'lon qilib ayrilib chiqib olgan qadar davomlashgan. Ya'ni 1753-yili Jo'ng'or xalqi bo'lgan bu qalmoq shahzodalarining orasida taxt kurashi yuz berdi. Davlat ojizlaydi. Buni fursat bilgan Menchin xalqi ularni besib olish uchun qo'shin tortadi. Mana mush vaqtni fursat bilgan xo'jalarning beshidagi Jahon xo'ja mustaqillik e'lon qiladi. Lekin bu vaqtdagi mustaqillik uzunga bormaydi. Chunki Menchin xalqi Jo'ng'or xalqini ishg'ol qilib bo'lgandan keyin 1759-yili ishg'ol qiladi. Va shundaqla bu Menchin imperiyasi bizning vatanimizda ashaddiy rahimsiz siyosatlarni yurgizadi. O'ziga xos bo'lgan milliy an'analarni cheklaydi, diniy olimlarni o'ltiradi. Sharqiy Turkistondagi hokimiyatini mustahkamlash uchun ichki o'lkalardan Xitoylarni achiqib o'rinlashtiradi. Demak, mana shu vaqtni hisoblasak, Xitoylar bizning vatanimizga kirib ishg'ol qilgani 260 yildan oshdi. Menchin imperiyasining bu zulmiga, bu rahimsiz siyosatga qarshi Uyg'urlarimiz, bizning xalqimiz sukutni tanlaganmi? Asla undaq emas. Menchin imperiyasining zulmi va rahimsiz siyosatiga qarshi nurg'ulg'an inqiloblar qo'zg'algan. Natijada 1865-yili Qashqariya davlati qurilgan. Biz Qashqariya davlati haqida keng qismda tafsil to'xtalamiz.
Sen tarixni yazganda sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolganti Sen tarixni yazganda